Bugun hammamiz ismimizni bosh harfiga narsa olib kelib ovqat pishirishimiz kerak edi. Meni ismim Diyor, D harfiga dumba olib keldim. Ovqatni boshiga o'zi dumba solinadi. Ayt qani, bismillah. Meni ismim Jasur, J harfiga jo'xori olib keldim. Nimaman deyman? Meni ismim Akram, A harfiga apelsin olib keldim. Endi sal bunday shirin-birin qilib, zo'r chiqsa kerak, qani. Meni ismim Sarvar-ku. S harfi bo'lgani uchun sevinchga olib keldim. Charpat bordi. Qanaqa ovqat chiqaring? Zo'r bo'ladi. Jo'xori so'ramiz. Sen olib kelding. Meni ismim Jahongirmi? J harfidan boshlanadimi? Jizzaxda Sarobola pitssaning yangi filiali ochildi. Ko'ksaroy savdo majmuasini shunday 4-etajda katta qilib ochib qo'ydik. Pizzalarimiz Toshkent bilan bir xil. Endi Toshkentga kelib yeb ketishdan Jizzaxda ham bor. Maza qilib pizzalarni yeb, farzandinglarni olib kelib pizzalarni tatib ko'rsak bo'ladi. Va Jizzaxliklar bu videoga bitta like bosib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Menimcha bu ovqatni yemasa kerak. Undan o'sha pizzani yeylik, qora ochib ketdi. Ovqat o'xshamadi, yur pizzaga bora qoldik. Pizzaga bordi. To'g'ri Jizzaxga ketamiz.